Bugün 5 aprel 2025 yıl Bratislava'da marafon kuni. Havo quyoshli lekin sovuq. Shamol esyapti. Marafon qatnashchilari 10 mingga yaqin marafon qatnashchilari kelgan 56 ta davlatdan. Yutuq kimdir 20 ming euro desa, kimdir 50 ming euro deyapti. Kimdir sponsorlar tomonidan anada mashina turibdi, o'sha mashinani deyapti. Xullas yuguraverishsinchi qatnashchilar. 10 mingga yaqin qatnashchi kelgan. Viborna, perfecto. Ashulada baqirib qo'yay mana. Voy, 150 ming euro pul berishar ekan. Buni eshitgan meni kuchuk ham yuguraman deyapti. Mana bu ham ketaman deb 150 ming desam yo'l qidiryapti. Dobre. Po't. Perfektni. Ani küçük zo'r ekan, ana küçük. Jonibek degan ukamni uchratib qo'ydi. Qirg'izistondan ekan bu kishi. Ikkalamiz hozir Bratislavani aylanib yuribmiz. Po't degani yugur degan ekan-da. Ha? Shunday deyadi bu. Po't qilib. Mana buni qilib to'xtatadi politsiya nimalari. Furachilarni, mana shunaqa mashinalarni. Mana hamma yuguruvchilar ketyapti yugurib. Mana Jonibek ukamiz ikkalamiz aylanib yuribmiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Formamni olib kelmabman-da. Jonibek. O'tib ketardimmi hammasidan? 150 ming eshitgandan keyin men ham yuguraman-da. Men ulardan tez yuguraman agar. Prosta formam yo'q-da. Trnávek, Denis Vician, Lukáš Kučera taktiež vypravil ten malý pilot 1.30.59 a posledný, ktorý tak urobil na 9. pozícii Matúš Verbovský zo stratou 3.40. Küçüğünü ya marafonga olib ketdi. Začal skracovať ten rozdiel medzi ním a stráca. Fantasticky, že tu ste a pomáhate bežcom dobiehať do cieľa, ale máme tu aj babi z Lozorna, konkrétne mažoretky Sofii, takže babi, ďakujeme vám veľmi pekne, že dnes ste tu spolu. 10 mingga yaqin odam bu marafonda qatnashadi. Shamol bo'lyapti. Marafon qatnashchilari mana hali ham yugurib kelishyapti. Juda ham katta hajmli. Uzbekistan. Far away. Yeah. Tomoshabinlar bilan tanishib qoldik. I have my YouTube channel. Bratislavadagi Yevroviya savdo kompleksi 1, 2, 3 qavatlik.
Mana Dorvozni haykali bor. Dorvoz qiz ketyapti-da, ana endi kelib bu yoqqa dil chaqiryapti. Mana Dorvoz qiz. Ey! Ey! Vay qarang, ey! Qaramayapti. Temirdan ekan bu. Mana shu sherigi nima qilyapti? Hayajonlanib qarayapti shekilli. Bu qizga. Hurmatli yurtdoshlar, mana Avstriyaning Vena shahridan kelgan qatnashchi bilan tanishdim. Sorry, what's your name? My name is Jonas. Hi. Jonas, hi. Tell me about your impression about today's event. It was nice. It was my first half marathon Yeah. and I enjoyed it. Health and it was 1:53. And are you you're satisfied? I mean, Yeah. with your results? Yes. Okay. Thank you very much. Nice to meet you. Joseph. I wish you good luck. O'zbek qardoshlarimizga salomlarni. Bye, see you. Thank you. Mana hamma qatnashchilar charchagan, yugurib kelyapti. Nima? Robert Rehoda. Ano odam ekan?